Sotuq Boraxan Qur'on kursi o'quvchilarining o'qish bitirish murosimi o'tkazildi. Sharqiy Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyatining o'rinlashtirishi bilan Sotuq Boraxan Qur'on kursi yasilining 2016 va 2017 yillik o'qish bitirish murosimi o'tkazildi. Safaki Qur'on kursi o'quvchilarining o'qish bitirish murosimi o'tkazildi. Sharqiy Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyatining o'rinlashtirishi bilan 28-may kuni Safakoydagi Qur'on kursi yasili o'quvchilarining 2016 va 2017 yillik o'qish bitirish murosimi o'tkazildi. Faoliyatga İstanbul Küçükçekmece Muftiylik idorasining mas'ullari, Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining mas'ullari va a'zolari, Sotuq Boraxan ilm va madaniyat vaqfining mas'ullari, shunaqla Sharqiy Turkiston ulamolar birligining mas'ullari ham o'quvchilarning ota-onalari bo'lib, ko'p sonda kishi qatnashdi. Murosim faoliyati Qur'on Karim tilovat qilish bilan boshlangandan keyin Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'uzxon ichli so'zi qildi. Hidoyatullo O'g'uzxon so'zida bugun bu yerdagi Uyg'ur avlodlarining Qur'on Karimni o'qish orqali payg'ambarning mirosi bo'lgan yo'lga qadam qo'yganligini, har qanday xizmatning va zulmatdan qutulishning tunji yo'li o'qitish va ilm ma'rifat ekanligini, yaqinqi mezgilda dunyo musulmonlari, jumladan Sharqiy Turkiston musulmonlarining ig'ir musibat va kulbat insoniyat beshidan o'tkazilib boqilgan tarixdagi eng ig'ir zulm ichida bizga ega bo'lg'uchi yo'qmi deb nido qilayotgan muhojiratga Uyg'ur musulmonlarimi Xitoyning ta'did va besimlariga uchrab turayotgandek bu fojialarning birinchi sababining nodonlik, ilmsizlik va jaholat ekanligini, buningdan qutulishning birinchi qadami o'z dinini to'liq tushungan, hamma jihatdan yetishgan yangi bir avlodlarni yetishtirib chiqish ekanligini o'tirib qo'yib o'tdi. Arqadan Qur'on kursidagi o'quvchilar qo'llarida Sharqiy Turkiston va Turkiya bayrog'ini lapildatgan holda sahnaga chiqib, faoliyat qatnashchilarining qizg'in olqishiga erishdi. Navbat bilan sahnaga chiqqan Jannat bog'chisi guruhidagi bolalar o'zlari o'rgangan hadislarni so'zlash bilan birga mu'liq Qur'on Karim tilovat qilishlari bilan yuraklarni titratdi. Faoliyatda o'smir farzandlar o'zlari tayyorlagan san'at nomerlarini ko'rsatib o'tdi. Sharqiy Turkiston milliy armiya kiyimini kiyib, so'l ko'ksiga Sharqiy Turkiston bayrog'i qadagan Uyg'ur o'smirlar sahnada askarlarga xos qiyofat va harakat bilan zal ichini hayajonga soldi. Orqadan sahnaga chiqib yig'in ahliga xitob qilgan Uyg'ur qizining zulm to'g'risidagi jonli xitobini anglagan yig'in ahli ko'z yoshlarini tutolmay qoldi. Murosim oxirida diniy olim Ibrohim Damollam Qur'onni yodlab tamom qilgan ikki qizdan naq maydonda imtihon olgandan keyin bu ikki qizimizga mukofot buyumi tarqatib berdi. Ba'zi o'smirlar samo soldi, ba'zi o'smirlar she'r deklamatsiya qildi, o'smirlar yana ona tilim degan temada she'r deklamatsiya qilib, ona til o'rganishning muhimligini ta'kidladi. Faoliyat oxirida mas'ullar yasildagi va Qur'on kursidagi o'quvchilarning hammasini sahnaga taklif qilib, tabriklashdi va o'quvchilarga medal taqdim qilish bilan birga toj kiydirildi.